Jumanov Abdulloh. Shu yerda 5 kun dam oldim. Hamma lecheniyalari yaxshi, ko'ngilday o'tkazdik damni. Hamma mehnat qilayotgan medsestra, vrachlarga hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli kuzatuvchilar, dam oluvchilar, biz mana shu yerda bir necha kun dam oldik. Juda ko'ngildagidek dam oldik. Licheniyalari juda ham yaxshi ekan. Medsestra va vrachlari xushmuomala, ko'ngildek dam olish. Yanimda rahmat demoqchiman shu yer ishchilariga. Assalomu alaykum, hurmatli va mehribon, qadrli kuzatuvchilar. Biz mana Toshkent shahri Yunusobod tumanidan dam olishga keldik. O'zimiz shu gruppani ko'rib, Allohga ming marta shukr, shunaqa yaxshi dam oldik. Bu yerdagi shirin so'z shifokorlar, hamshiralar, muolaja qilayotgan barcha xodimlar hammasi bir-biridan yaxshi, xushmuomala. Olgan lichenyalarimiz shifo bo'lsin. Hammasi xohlagan anaqangizni maslahatini berishadi. Undan keyin nima qilishi undan ham yaxshi ko'rsatib berishdi bilmaganlarga, birinchi marta kelganlarga. Ovqat qilgan oshpazlarimizdan ham juda qo'llari shirin ekan. Men har safar ovqatlanishga chiqqanda duo qilib, anaqa xo'jayinlariga ovqat pishirayotganlarga rahmatnomalar etib keldim. Bu yerdagi hamma ishchi xodimlarga, tibbiyot xodimlariga, xizmat qilayotgan barcha xodimlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Shu yerga kelinglar, dam olinglar, lekin maza qilib ketarkansizlar havo alishtirib. Yana Alloh nasib qilsa kelishlik nasib qilsin bizga, kelgusinglar, birgalikda ko'pchiliklar shu. Foydasini bildik. Alhamdulillah. Men endichi juda ko'p operatsiya bo'ldim. Xudoga shukr deyman. Hamma lichenyalarimiz sekin oxirgi marta revmatizm chiquvdi, oyoqlarimga oldim, behisob shukr. Mana hozir yaxshi anaqada ketyapmiz endi. Shunaqa yaxshi damlarni olib yetkazganiga shukr. Sizlar ham rozi bo'linglar. Kelsanglar afsuslanmaysizlar, juda yaxshi joylar ekan. Hammalarga, katta-kichik tibbiyot xodimlariga, shu ishchilari, tozalovchilari, hammasiga rahmatnomamizni bildiramiz biz oilamiz nomidan. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Yana sizga qolamiz. Xudo xolasa. Yaxshi kunlarda uchrashib nasib qilsin. Yaxshi ishlaylar, sog' bo'linglar.